Agrovektor kuzatuvchilari uchun maxsus, mana ko'rishinglar mumkin. Avtopilot bilan ekilgan yerimiz xudo xolasa juda ham chiroyli chiqyapti. Natija podplyonka ekilgan. Lowell 1054 modelidagi traktorimizga Xitoy selka taqilgan, podplyonka ekadigan. Natija juda ham chiroyli chiqyapti, ko'rishinglar mumkin. Hozir juda ko'pchilik mana shu podplyonka selkani olib ishlatyapti. Xo'p. Mana bu kelishi bo'ladigan bo'lsa, bu qaytishi. Hozir o'lchab ko'rsatib beramiz. Ravshan. Ravshan. Hozir metrlik topga o'lcha. Xo'p. Mana 1-2 sm farq bilan ekyapti. Ora 66 chiqish kerak, bilasizlar, chunki qo'sh qatorda 66 ga 10 bo'ladi. Natija juda ham chiroyli. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Agrovektor kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa borib, chiroyli qilib o'rnatib, o'rgatib konsultatsiya qilib beramiz.